Assalomu alaykum. YouTube'dagi parranda ashaddiy bizda parranda ishqiboz parranda boqayotgan hamrohlarimiz mana uy sharoitiga mana parrandalarimizni ko'paytirib to'xtatmay gazini bosib kelamiz. Sizlar ham mana shu usulga uy sharoitiga kimdaki parranda boqmoqchi bo'lsa, mana shunday uylaringizdan, hovlilaringizdan bittani kachalka urdirib, halimdan suv chiqartirib, mana shunday ekin-tekinlaringizda hosilli daraxtlaringiz joyginasiga turaversin. Suvini ichib, narsa qilib, faqat hovliga mana shu pomidor, o't, makka ekmay, mana shunday hovlini endi o'tkalaringizga suv cho'milishi, hovuzcha, basseyncha qilib qo'ysangiz, mana shu qozonimizga yarma pishiraman. Ertalab kech bir qozon 50 litr qozonga mana shularning hammasi oqandalari. Endi o'tga induklarim, sesarka, qozlar bor. Ma, tu. Ana shunday hovli sharoitga mana hozir 120 ta bo'ldi soni. Mana shularni boqib, mana shunday ko'paytirib, ma, tu. Ma, tu. Pastga tushirib yubordi bularni. Ma, tu. Bi. Ma. Ma, tu. Bi. Hozir bir yarmi tuxumga bosib yotishibdi. Hozir tuxumdan turib yurganlarni sizlarga video qilib ko'rsataman. Mana shunday parrandani ko'paytirib, hozir parrandalarimizni 2025 havo salqin keldi. Hozir tuxum ochishi, tuxumga hozir jo'jalari ham bozorga kamroq miqdorga chiqib turibdi. Mana shu moment kimdaki puli oborotiya bo'lsa, ko'paytirib, hozir jo'jalarimiz bozorga hozir bir kunliga shu tuxumdan yangi ochib chiqilganligi 50 mingdan, 60 mingdan, 70 minggacha sotilyapti. Birovlilari 120 mingdan 150 minggacha sotilyapti. Shu moment shularning savdosi bo'lib turib, chaqqon bo'lib turgan vaqtda ishti qilib olishlaringizni tavsiya etaman. Endi o'tkalarimizda bir dona jo'jasi 40 mingdan 50 minggacha sotilyapti. 15 ming, 20 minglik vaqtlar mana o'tib ketdi. Mana hozir o'tgan yillar 15 mingdan, 10 mingdan jo'ja ko'pligi uchun sotilayotgandi. Shu yil ochirib, ertachiroq mana may oyiga ham jo'ja narxi tushgan. Hozir bozorlarga hamma haftani har xil kuniga bozor bor. Hamma bozorlarga mana YouTube'ga qo'yilgan videolarga ham narx-navolar bir xil. 40 ming, 35 ming, eng pasti shu 25 minggacha sotilyapti. Shu tuxumdan o'chirilgan bir haftaliklari. 1-2 haftalik qilib, 10 kunlik qilib chiqsalar, normalni pul qilsalar bo'ladi. Hozir moment bosish kerak, ko'paytirish kerak. Joyi borlar ko'proq boqib, mana shu kanalli sharoiti puli borlar ana shunday joylarga bo'sh yotgan yerlardan foydalanib, unumli mana bug'doy poliyalar hozir o'rlabdi. Ana shunday joylarga chiqib, kataklar qilib, sharoitlarni qilib ko'paytirishlaringizni tavsiya etaman. Bu ham har kuni ham mana bunday pul bo'lib, oborot
bo'layotgan biznes emas. Men shu bu yil ish qilib, kim pul tiksa, pulini zakonni ko'paytirib olayotgan yil. 10 so'm tiksa 100 so'm qilib olinayotgan vaqt keldi. Mana shunday, buni ham endi yil davomiga men hozir ko'plar parrandalar men qiziqib, ko'paytirishib, men ko'plarni ko'ramiz, ish qilib qiziqishi ortib, ko'pchiligimiz hozir parrandaga qiziqishi ortib boryapti. Parranda ham, hamma narsa ham qanchaki ko'payib, bozorga ko'p chiqaversa, elimizga, yurtimizga go'shtlar, narx-navolar mana shunday. Hozir bu endi o'tgani, endi go'shti, qo'y go'shti bilan mol go'shtiga deyarli teng bo'lib turibdi hozir. Shuni sal demasa, shularni go'shti bilan deyarli 90 mingdan hozir suyib choyxonalarga beramiz. 85-90. Qo'y go'shti ham bozordan 100 mingdan tushyapti-da, qaramoldi go'shti ham 10 ming, 15 ming so'm pastlab turibdi shu endi o'tgan indiklarimizni, qaramollarni, qo'ylarimizni go'shtidan. Shunaqa gaplar jigarlar, bosishlaringizni so'rayman. Hozir masalan 100 tasi ertalab kechga 120 tasi 10 kilo bug'doy kun uzog'iga yetadi. Qonunisi uy sharoitga masalan shu yillik kunimizga 100 ming, 150 ming topib, hozir 2600-2800 man bug'doylar o'rildi. Shu vaqtlar bug'doyni bosib, makka o'rilayotgan vaqtlari zapas qilib, hammasini zakonni qilib olib ishlaringizni boshlab olsanglar, ishlaringiz 5 bo'ladi. Hammasini sezoniya qilib olish kerak. Har doim ham bo'layotavermaydi. Vaqtisa sezoniya qilib olish. Men bilan tuxumdan chiqqanlari, tuxum ochib chiqqan ko'kalarimiz. Ham hali tuxumga yotmaganlarcha xorozni ajratmaganmiz. Xoroz ko'kalar ham qo'shib qo'yganmiz. Mana shuni kecha bozor xoroz endi o'tganimizda makoni bilan ekoni 250 ming so'm olib keldik. Bir 15 tagina jo'ja ochib bersa, 30 mingdan sotsa, 15 tasini hisoblayverasizlar, 15 mingdan nech pul bo'lib ketadi. 15 mingdan 30 mingdan 15 tasi zakonni pul bo'ladi. 450 ming so'm pul bo'lar ekan. Bir donasidan 450 ming so'm pul qilib olasizlar. 10 donasidan 4,5 million, 100 tasidan 45 million. 2 oygacha bir oy tuxum qo'ysa, bir oy davomiga ochib chiqsa, mana shuncha effekt bilan chiqasizlar. Yegan dona hozir tuxumli vaqti bo'lsanglar, ko'payayotgan vaqtda tuxumga kirganini 5-4 so'm xarajatdan qochmay xarid qilsanglar, pullaringizni divoyini chiqarib beradi. Hozir endi o'tganlarimizni ham bozorga narxlari ish qilib ancha ko'tarilib qoldi. Xoroz endi o'tganlarimiz 200-250 gacha sotilyapti. Makyonlari 180, kimlardir 150 ham sotyapti. Oldinlari 40 ming, 30 ming, 35 ming so'm oladi. Mana hamma narsani ham vaqt soati bilan narxlari joylashib boryapti. Bosish kerak. Mana shu yil 2025 pulni tikilayotgan yil. Qo'rqmay pulni kim tiksa, pulini zakonni foyda bilan chiqadi. Mana men aytaman, shu maslahatimni olib, kim pul tikib, hamma narsasini katadan tortib oziq-ovqatigacha qoplab, nasib bo'lsa bir sonini bir 300 tana qilib qo'ysa, har bittasi 15 tadan ochib chiqsa ham 4,5 mingta jo'ja ochib chiqadi 300 tasi.
2 partiyaga 9 mingta jo'ja bo'ladi. Endi 3-partiyasi lotereya, yotib qolib ochib chiqsa, yegan, ichgan, ovqat hammasini qoplab ketayotgan partiyasi. 3-chisiga xohlasin yotsin, xohlasin yotmasin, 50 ga 50 yotsin 3-partiyasiga 300 ta narsa. Yarimi yotsin, yarimi yotmasin tuxumga. Yarimi ochib chiqsin, yarimi ochmay damini olib jo'jasi bilan yuraversin.